Ketdikmi? Ay, yana sindirdimmi? Voy. Ayo, Artigur. Sinmaydigan original brend oldim u. Zaman shunaqa sindirib joningizga tegdi mashkina. Yo'q, o'tirib bitta like bosib qo'ying-da. Bitta zo'r narsani aytaman. Original ochkilarni ko'pchilik ichida bo'lmaydigan darajada qimmat bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Yo'q, siz faqat to'g'ri joyini topa olmayotgan bo'lasiz. Sandario degan amerikanskiy brend bor, bilasizmi? Ochkilarni doddalari bor. Mana ko'ryapsizmi? Sinmaydigani ham bor. Takoy mana ko'pchiligi hamma ochki, ya'ni quyoshda qorayadigan, xonaga kirsangiz ochiladigan xillari ham ko'p bo'ldi. Mana shunaqa hozir trend bo'lyapti. Mana videoni qarang. Narxi nech pul deb o'ylayapsiz? Hozir aynan shu Sandario brendini ofitsialniy do'koni ochilibdi. Hamma ochkilarga hayit munosabati bilan 30% skidka ekan. Hamma ochkilar trendda ko'p. Mana qarang, quyoshga chiqsa qorayib qolar ekan. Aynan shu ochkilar kompyuterdan ham, telefondan ham himoya qilar ekan. $10 $100 turadi o'zini narxi. Sandario brendini bilasiz-ku, ko'pchilik aynan shu brendni taqishadi. Profil ham ochishgan, dastavkaga onlayn ham ishlashyapti. Hozir profiliga o'tib, ishonmasangiz, modellarni zakaz qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Yoki o'zingiz kelib, ko'rib, taqib ko'rib sota olaman desangiz, bitta lokatsiyani tushib oling-da. Ana endi original, noodatiy zo'r ochkilarni qayerdan olishni bilasiz. Yandexga Sandario deb yozsangiz, mana shu yerga olib keladi. Lokatsiya shundoq, Shota Rustavelli 35 deb yozsangiz olib keladi. Madera Towers, ana Oybek Kruliga yetmasdan taxminan 1 kilometr o'ng qo'lda profiliga o'tib oling-da, yaqinlaringizga maksimum tarqatib tashlang. Ana endi siz ham ochkilarni qayerdan olishni bilib oldingiz.